Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, ishlarimiz davom etadi. Xo'p, xudo xolasa Lacetti mashinasi. Mashinada qaysidir momentda yurib ketadi, qaysidir momentda yurmaydi, zapuski yo'q. Yurib ketadi, o'chib qolyapti. Yurdi endi. В какой-то момент yuryapti, какой-то момент yo'q. Bo'ldi, shu bilan yuraveradi. Xo'p, muammosini tagiga yetishga harakat qilamiz. Xudo xolasa. Sizlar videoga like, kanalga podpiskani bosib qo'yasizlar. Mashinamizda ikkinchi kalitimiz bor mana. Bu shunaqa ushatini, lekin buni ham обучение qilib beraman, xudo xolasa. Sizlarga ham ko'rsatib o'taman qanaqa обучение qilish. Buni olamiz. Buni qo'yamiz. Программа бурли. Запрограммирование второго ключа завершено. Запрограммировать еще один. Нет. Так, выключить зажигание не менее чем 10 секунд. Shu tarzda davom etadi. 3 marta deyapti. Xudo xolasa bo'ldi. Endi tekshirib ko'ramiz. Yurg'izyapti, xudo xolasa. Bu kalit ham. Ikkalasi ham yurg'izyapti. Shu tarzda Gentra ham, Nexus ham, Lacetti ham shu tarzda kalit o'qitiladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa videoga like, kanalga podpiskani bosib o'rasizlar. Bizda ko'proq immobilizer o'chirib qo'yiladi, lekin o'chirmasdan shunaqa holat bilan bitta skanmatik yordamida kalitlarni o'qitib olsa bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.